Odamda ko'p do'stlar. Hozir yuqorishi mumkin do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, ozgina nima deydi, yumurlar foydalanadi, rozi bo'lasizlar. Hamma yoqda chang etyapti. Bekarga bu yog'ochimiz yoqmadi. Sababi biz bugun nima deymiz? Konteyner mahsulotidan shifr xizmati yoki naves xizmati yasaydigan sexga, zavodga kelganmiz, ya'ni mini zavodga. Qaranglar do'stlar, qadrdonlar. Agar siz uyingizni mana bunday yog'ochdan qildiradigan bo'lsalar, bu muddati cheksiz, misol 56 yil turaveradi. Lekin chirishi bor, yemirilishi bor, korroziyaga uchadi, ya'ni yillar davomida o'zini mustahkamligini yo'qotadi, eshilishi bor, to'g'rimi? Va yuk ko'tarish qobiliyati. Qaranglar, yuz simdi. Hech qancha yuk ko'tarmaydi. Agar bu adadonlar mana shu listimizga e'tibor beramiz. Adadaga zavod 7 diskartlangan, ya'ni konteynerda o'sha qorin qismida tayyorlangan listimiz. Ishlab chiqaruvchi akamizni oldiga kelamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Bizning kanalimiz Ustalar Uz kanali. Ustalar nima deydi? Tajribali, sifatli, mohir, qo'liga ustalar ishini olib chiqamiz akalar. Shuning uchun ishlaring ma'qul keldi. Nima deb savol bersa bo'ladi aka? Rostdan ham bu mahsulot yog'och mahsulotga qaraganda arzon chiqadimi? Arzon chiqadi aka. Arzon ham mustahkam chiqadi aka. O'tga, nimaga chidamli aka, chirimaydi aka, yonmaydi aka. Ash tomonlamaga chidamli aka. Ham 30 metrgacha bez ustini yopib beramiz aka. Bu materialimizdan ochiq joylardagi katta-katta molxona, to'yxona aka, iskalat, tiflisa, shunaqa joylardagi bez ustin 30 metrgacha xaladelli nimalar tepasini yopib beramiz aka, bez ustin. 30 metrga 30 metr bez ustin bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, qadar juda katta obyekt bo'ladi. Obyekt bo'ladi. Agar boshqa mahsulotdan qilsalaring, unga regel kolonna quyish kerak. To'g'rimi? O'sha kolonnalari ham qirqa-qirqa bo'ladi, xalaqit berishi mumkin. Tashqi muhitga ta'sir bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu konteyner tomimiz juda qulay variant hozirgi kunda. Oddiy uylarga ham qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Uylarda ham aka tomini yopyapmiz aka. Mana shunday joyda ko'rsatsa aka, ochiq joydan ko'rsatsa aka, mana ustun qilib turaga 0 dan aka pukkizib beramiz aka. O'sha oddiy uyni tomini ham qilib beraverasiz. Tomini ham qilib beraveramiz aka. Shuni hisob-kitob qilsa, rostdan ham shu yog'och mahsulotidan arzonga tushadi. Arzondan tushadi. Ham aka birinchi o'chirda chidamli aka, mustahkam aka. Keyin haligi stoyga qo'yib, boshga qo'yib, miqol, bu narsa bo'lmaydi aka. Hamma material o'zimizdan bo'ladi aka. Joyda ko'rsatsa bo'ldi aka. Do'stlar, biz Andijonda Astakatdan like bosdik. Akalarimiz mehnati uchun. Bu yerda ustakalarimiz ish qilishyapti akalar. Hozir bu yukimiz zakazga bo'lyapti. Zakazga bo'lyapti aka. Ketyapti. Nariga aka, Farg'onaga aka, molxonaga tushyapti aka. Kraskalangan holat aka. Mana bu necha molxonamiz, sir bo'lmasa. 90 ga 30 joyga aka tayyorlanyapti. 90. Yeni 30 bo'ladi. Ya'ni bu ustunsiz holatda tushadi. Ustunsiz holatda bo'ladi. Uzunligi 90. 90 metr. Mana bu aka Toshkentga tayyorlanadi, katta iskalatga aka. Iskalatga. Bu ham necha endi? Bu aka katta bu. Juda katta joy, 300 metr nimasi? Uzunligi. Yenichi? Eniga 50 metr aka. Endi ustun uchar ekanda, bitta tushadi. To'g'rimi? Har 25 metrda. 25 bittadan tushadi. Maşallah. Do'stlar, qadrdonlar, nima deymiz? Ustakalarimizga qanday savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariya bo'limida, ya'ni izoh bo'limi bor. Bemalol o'tib savollarni berishlari mumkin. Bundan tashqari, shaxsiy nomer qoldiryapmiz. Do'stlar, qadrdonlar, qanday savollar bo'lsa, akamiz nomeriga aloqaga chiqishlari mumkin. Bizni kanaldan ko'rib chiqilsa, skidka buni qilib beramiz. Albatta bo'ladi. Skidkasaga, kraskasaga besplatni aka, kraska qilib beramiz aka. Kraska xizmat qilinadi. O'zi kraska yemirilmasligi uchun, korroziyaga uchmasligi uchun qilinadi. O'ziga bu konteyner materialga o'zi kraska bo'ladi aka. Yana nima turishdan keyin kraska ham qilib beramiz aka ustida. Mana, do'stlar, bu kraskalanmagan holati, narigi holatdagisi mana kraskalangan bo'ladi. Kraskalangan holati. Bu ham bir chiroyli bo'ladi. Kraskasini olib berish kerakmi shunda? Yo'q aka, hamma yo'q aka, o'zimizning xizmatdan bo'ladi aka. Maşallah. Do'stlar, bittadan laykni bosishga arzirlik gaplar bo'lyapti. Do'stlar, qadrli, bizni kanalni ko'rishni kuzatishda davom etinglar. Mana akamizni o'zi ham misol o'zini ishlayib turgan joylariga o'zlari naves qilishgan. Naves bo'ldi. Mana shu konteynerdan. Konteyner. Bir tomonlama. Bir tomonlama. Endi kimdir aytishi mumkin, meni bir o'g'lim 17 ga 20 yoki 5 ga 10 shunaqa narsalarga ham boraverasizmi? Boraveramiz aka. Telefon qilishsa aka, kam ekan, kichkina ekan degan. Yo'q aka. Qancha nima qilsa aka, borib qilib beramiz aka, chiroyli qilib. Zakalat berish kerakmi sizga? Zakalat aka
boradi aka, dogovor qilsa aka 70% pulini beradi. Ha. Material boradi, ustalar boradi aka, qolganidan keyin tugatgandan keyin 30%ni keyin beradi aka. Juda ma'qul. Qadrdonlar, bitta nima deymiz, kalkulyatorda olib hisoblaydi. Rostdan ham bu konteyner mahsuloti yog'och mahsulotidan arzon tushadi. Agar arzon tushadigan bo'lsa, videomizni bittadan like bosinglar va mana shu akamizning ishidan foydalaninglar. Sababi yog'och mahsuloti sinib ketadi, og'ir yukni ko'tara olmaydi, yong'in holatlarida yonib ketadi. Pajarniy holatlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yillar o'tib, nima deydi, o'zini muvozanatini yo'qotishi mumkin aka. Chirishi mumkin va nima deydi, bir 100 kvadratli obyektni bir tomoni cho'kish yo boshqa issiqda, namda bu yog'och o'zini holatini o'zgartiradi. Mana bu temir mahsulotimiz bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, qishda bo'ladimi, yozda bo'ladimi, issiqda bo'ladimi, sovuqda bo'ladimi, hech qanday o'zini holatini yo'qotmaydigan mahsulot va umri ham garantiyasi keladigan bo'lsak, nima deysiz? Garantiyasiga 20 yilga aka, indamasdan aka. Men bemalol aytaman, 20 yil emas, buzguncha turadi. Buzguncha turaveradi. To'g'rimi? Buzguncha turaveradi. Chunki bu suvargasi qo'yib olmaydi. Suvargasi qo'yib yuboradigan akalarimiz bo'lsa, bitta ko'ringlar, 1 metrga nechta suvarga urilgan. To'g'rimi? 1 metr. Har bir qarich ko'riladi aka. 1 metrga bitta suvarga urilgan narsa bo'lsa qo'yib olish mumkin. 1 metrga kamida 10 ta 12 suvarga urilgan joyi bor. To'g'ri aka. Birontasi qo'yib olmaydi. Hammasi bir stik bo'lib ketgan, jipslashib ketgan bir-birini shu. Qadrdonlar, ming bor o'zim endi hozir ko'p gapirib qolgan bo'lishimiz mumkin. Bizning kanalda ko'rishga kuzatishda davom etinglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yishni so'rab qolamiz va 2025-yilda bu videoni imorat qilaman. Ya'ni tom qismiga nima qilsam bo'ladi, degan akalarimiz Telegram ichkalariga tashlab qo'ysalaring, ko'radi. Akamizning ishidan foydalanadi. Bizni ko'rishni kuzatishda davom etinglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Topgan tutganlarimiz yaxshi imoratlarga, to'ylarga nasib qilsin. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Like bosib qo'yasiz. Doim like bosgan insonlar hammasi oilaviy umra haj safarlariga borish nasib qilsin. Salom. Tamom.